Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videomiz davomida siz bilan oyoqlar sohasida uchraydigan ishlar va ularning sabablarini ko'rib chiqamiz. Oyoqda uchrovchi ishlar juda ham ko'pchilik kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin. Sizlar bilan eng ko'p uchraydigan kasalliklardagi oyoqlar ishlari bilan tanishib chiqamiz. Eng avvalo oyoqning ayrim sohalarda uchraydigan shishlarni ko'rib chiqamiz. Agar shishlar oyoqning ayrim qismlarida bo'lsa, misol uchun tizza bo'g'imi sohasida bo'lsa yoki bo'lmasa to'piq bo'g'imi sohasida yoki bo'lmasa oyoq panjasining barmoqlari sohasida shish bo'lsa, demak bu shishlar albatta bo'g'im kasalliklarining alomati bo'lishi mumkin. Ko'pincha bo'g'imlar bo'shlig'i va uni o'rab turgan xaltachalarining yallig'lanishi, travma va boshqa sabablar natijasida bo'g'imlar sohasida mahalliy shishlar paydo bo'ladi. Demak, albatta oyoqning ayrim joylarida uchrovchi shishlarda birinchi navbatda travmatolog ko'rigidan o'tib shishlar sababi tekshiriladi. Bitta oyoqda uchrovchi va butun oyoq yuzasi yoki bo'lmasa tizza va undan pastki sohalarga bo'ylab paydo bo'lgan shishlar, bular ko'pincha shu oyoq sohasidagi qon tomirlarining yallig'lanishi, ya'ni flebit, tromboflebit va boshqa shunga o'xshash qon tomir kasalliklari hisobiga paydo bo'ladi. Bunda shish o'sha bitta oyoqni yoki yarmi yoki butun uzunasi bo'ylab shish tarqalgan bo'lishi mumkin. Demak, bunday bemorlarda albatta qon tomir jarrohi ko'rigidan o'tish va oyoq qon tomirlarini UZI Doppler tekshiruv yordamida tekshirish talab qilinadi. Ikkala oyoqda uchrovchi shishlar, bularning sabablari juda ham ko'p hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu surunkali yurak yetishmovchiligi bor bemorlarda ikkala oyoq sohasida ham shishlar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni yurakning nasos sistemasi yaxshi ishlamasligi, surunkali yurak yetishmovchiligi sababli tananing pastki, ya'ni oyoq tomirlarida qolgan qon yurak tomonidan to'liq so'rib olinmaydi va qon aylanishi yaxshi ishlamaydi. Shu sababli qon oyoqning pastki sohalarida turib qolish hisobiga shunaqa kardiologik shishlar, oyoqlarda shishlar bo'lishi mumkin. Albatta kardiologik oyoqdagi shishlar ikkala oyoqda ham uchraydi. Ko'pincha bunday bemorlar kechga qarab oyoqlari zo'rayadi, ertalablari oyoqlardagi shishlar kam bo'lishi mumkin. Shuningdek, surunkali buyrak kasalliklari, surunkali buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda ham ikkala oyoqlarda shish kuzatilishi mumkin. Ya'ni buyraklar faoliyati yaxshi bo'lmaganligi sababli organizmdagi ortiqcha suyuqlik siydik orqali chiqib ketmasligi sababli tanada ana shunday shishlar paydo bo'ladi. Surunkali buyrak yetishmovchiligida paydo bo'ladigan shishlar nafaqat ikkala oyoqda, balki yuzlarda, ko'z atrofida va tananing boshqa qismlarida ham joylashgan bo'lishi mumkin. Yuqoridagi yurak kasalliklaridan farqi ham shundaki, yurak kasalliklarida shishlar tananing pastki qismi oyoqlarda bo'ladi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi bor bemorlarda esa shishlar ham tananing yuqori qismida, yuzlarda, ham oyoqlarda bo'lishi mumkin. Shuningdek, jigar kasalliklari, surunkali jigar kasalliklari, gepatitlar, jigar sirrozi va shunga o'xshash boshqa surunkali jigar kasalliklarida ham nafaqat oyoqlarda va butun tanada, ayniqsa tananing qorin qismlarida ham shishlar kuzatilishi mumkin. Endokrin buzilishi, endokrin faoliyati izdan chiqish natijasida ham oyoqlarda va tanalarda shish bo'lishi mumkin. Misol uchun mana qalqonsimon bez, ya'ni zo'b kasalligi, surunkali yetishmovchiligi, miksedema
va shunga o'xshash kasalliklarda ham tanada ortiqcha suyuqlik to'planib qolishi hisobiga oyoqlarda va tananing boshqa qismlarida shishlar paydo bo'lishi mumkin. Surunkali kasalligi bor, uzoq vaqt to'shakda qolgan va shuning sababli ichaklar, oshqozon va hazm qilish a'zolari yaxshi ishlamasligi, yaxshi ovqatlanmaslik sababli organizmda oqsillar yetishmovchiligi sababli ham tanada oqsilsiz shishlar paydo bo'lishi mumkin. Oqsilsiz shishlar nafaqat oyoqlarda, balki tananing boshqa sohalarida ham paydo bo'lishi mumkin. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, oyoqda uchraydigan shishlar juda ham ko'pchilik a'zo va sistemal kasalliklarda uchraydi. Shuning uchun ham oyoqdagi shishlarni bir necha mutaxassislar ko'rigidan o'tib, to'liq tashxis qo'yib, keyin davolanish tavsiya qilinadi. Bugungi videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lib qo'yishni unutmang.